boshi Diyoraxon tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz qani. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta chaqiramiz sovg'alarni, aralashtirib yubormaymiz. Iltimos ayollar, qani ketdik. Boshladik, o'rtaga gilam tashladik, qabul qiling mehmonjonlar, biz salomni boshladik. Tog' toshni qir qilgan, ikki yoshni bir qilgan, salom kelin salom. Oxir zamon payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga duo salovatlar aytgan holatda mana endi xonadonlarimizda fayzi farishtalari bo'lgan bu jonlarimizdan boshlayotganmiz. Endi mendagi ro'yxatga asosan Ma'muraxon, Diloramxon bu jonlarimizni birinchi bo'lib boshlayotganmiz. Shoshmasdan salovat bilan bitta taklif qilamiz. Hojonalar, mana eshitdinglarmi? O'zim o'rgili Ma'muraxon, Diloramxon bu jonlarimiz qani kela qolinglar. Tasbihlari qo'llarida, Makatulloni yo'llarida, tasbihlari qo'llarida, Makatulloni yo'llarida. Qabul qiling bu jonlari, sizga salom yor, yana salom yor. Keling bu jonisi, voy benzingizga baraka bersin. O'zim o'rgili sizdan shijoatda tengsiz, quvnoq bu jonlarimiz, umringiz ziyoda bo'lsin. Bag'ri to'la nevara, bu jon sovg'a bor ekan sizga. Bag'ri to'la nevara, shular bilan ovora. Bag'ri to'la nevara, shular bilan ovora. Qabul qiling yana bu jonlari, sizga salom yor, yana salom yor. Kela qoling, muborak bo'lsin, nabiylar kuni muborak bo'lsin. Yetkazganiga shukr, ko'rsatganiga shukr. Sovg'alarni olib ketish esdan chiqmasin bu jonisi. Salom yor, kelin salom yor. Qabul qiling bu jonlari, mehribonlari, sizga salom yor, yana salom yor. Xo'p, следующий Durdonaxon oyijonimiz bor ekanlar. Sho'ttamilar. Qaynona oyijonimiz. Endi bundoq qilamiz. Qaynonani chaqirganda qiychuv bo'lish kerak. Qani ketdik. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suyungan. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suyungan. Bag'ringizga bosib qo'ying. Qabul qiling oyijonisi, qaynonasi, mehribonisi, rahmat. Sizga salom yor, yana salom yor. Xudo xolamizning sovg'alari ketdimi? Bo'ldimi? Davom etsak bo'ladimi? Hop, shogirdlikka olaman. Boshqa ertaga vaqt bormi? Yakkasaroyamiz ertaga. Xo'p, keyingilari ammajonlar ekan. Ammajonlar sho'ttamisizlar? Qani sizlar kela qolinglar. Xo'p, Marhaboxon, Mahmudaxon, Diloramxon, Dildoraxon ammajonlarimiz durrachani dor qo'ygan. Voy o'zim ham aytdim, bu chiroyli ayollar kim ekan? Ammali ekansizlar-da, durrachani dor qo'ygan, o'ng yuziga xol qo'ygan. Asa salomda yurasizlar deyman deb ammajonisi. Fayz kirtar ekansiz. Durrachani dor qo'ygan, o'ng yuziga xol qo'ygan. Qabul qiling ammajonlari, sizga salom yor, yana salom yor. Sovg'a salomlar adashib ketmasin, davom etamiz. Ammajonlardan qutulib oldik, eson-omon. Xo'p, endi Xudo xolamiz Hamidaxon, Saodatxon qattasizlar, o'zim o'rgili. Kelinglar. Xudochilik, mingilchilik deyishadi. Agar shobda bo'lsanglar, so'zlarida bollari, o'zim ham to'chnik diagnoz qo'ydim. Shular quda bo'lsa kerak edi. So'zlarida bollari, yuzlarida hollari. Qabul qiling Xudo xolajonlari, sizga salom yor, yana salom yor.
muborak bo'lsin. Sizlarga o'xshab qo'sha qarab yursin, yaxshi kunlarni ko'rsin. Borishlik, kelishlik qudalarimizga ko'z tegmasin. Endi xolajonimiz bor ekan, Dildoraxon xolajonimiz. Sho'ttamisiz? Endi mana shu sho'tta bo'lsa kerak, chunki ammada sho'tta bo'lgandan keyin xolada ham sho'tta bo'lishadi. Voydod, yurishlari kiyikdek, qoshi ko'zi pilikdek, shu joyga qarsak bo'lish kerak edi. Yurishlari kiyikdek, oshga tushgan ilikdek, qabul qiling durdona-yu durdona. Xolajonimizga ko'p salom. Salom, salom, yana salom. Dildoraxon xolajonimiz, iloyim yelib yugurib xizmatlarni qilib bo'ling. Ana endi Shahnozaxon ayajonimiz ketib qolmadilarmi? Shahnozaxon, to'g'ri o'qidimmi? Sho'ttamini qanilar? Tez chiqmasangiz bo'lmaydi. To'yda xizmat qilganlar, yugurib yelib yurganlar, chiroyli ko'ylak kiyganlar, sovg'alarni berganlar, kelin poshshaga yoqqanlar, qabul qiling ayajonimiz Shahnozaxon. To'g'ri ta'rif berdi qo'sh qilib. Shahnoza opasizmi? O'zim o'rniga sizdan. Kelayimiz Nodiraxon opa, sho'ttamisiz? Maftunaxon, Madinaxon opajonlarimiz ham sho'tga ekanlar. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni do'ndirgan. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni do'ndirgan. Qabul qiling opajonlari, mehribonlari, kelayjonlari. Sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, voy opajonisi. Hovlimizning anjiri. To'xting. Darvozamiz zanjiri. Sizga boshqachalar salom qilarlar. Hovlimizning anjiri, darvozamiz zanjiri. Qabul qiling opajonisi, mehribonisi. Buyog'iga bilmaganlar o'z bildirasiz, o'zingiz bosh bo'lasiz, sirdoshlariga aylanasiz xohlasa. Kelganingizda quchoq ochib kutib oladigan mana shu singiz muborak bo'lsin. Jiyanlariga ko'p salom, 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 yana salom. Opajonlariga chiroyli salomlar. Xo'p, endi kelinglar, davramiz sovuq qolmasin. Keling, hattasizlar. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan. Elchi keldilar. Qo'shni Ra'noba. Sho'ttamisiz? Hovli olma qo'shni ol deyishadi. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni asqatadi hamisha. Yaxshi yomon kunlarimizga. Ra'nobajon, sho'tta bo'lsangiz kela qoling. O'zim o'rgili sizlardan qosh ko'zlari piliklar. Mashalloh. Salom, salom, yana salom. Ra'nobaga ko'p salom. Salom, salom, yana salom. Mod etsa qo'shnilarimiz ko'z tegmasin. Nozimaxon ovsinlari. Endi men spiska bo'yicha sekin tushyapman. Qani kela qolinglar. Nima bitta masala ko'pchiliklar. Ovsinlar xafa bo'lish yo'q. Bu to'ychilik. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni do'ndirgan. Hammanglar bir-biringlarga o'xshaykansizlar. Mashalloh, subhanalloh. Qabul qiling. Ovsin deymiz endi, opa singil deymiz. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Yana kimlar bor? Xo'p, Feruzaxon xudo xola bo'ldi. Nodira opa ayajonlarimiz, Muhayyoxon xola buvimiz sho'ttamini, Irodaxon kenayimiz, Muhayyoxon xola buvimiz, Irodaxon kenayimiz bo'lishdi ular ha. Xo'p, Maqsumaxon kenayimiz bo'ldilar ha. Bular kim? Irodaxon, Maqsumaxon kela qolinglar. Pillalarni taqdilar, Xudo xolamizga yoqdilar. Sovg'alarni berdilar, kelin poshshaga yoqdilar. Qabul qiling Xudo xolajonlar, sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Muhayyoxon xola poshshamiz. Baribir yosh, nima deydi, yosh kattalarni bilganda yoshlar o'zini sog'lig'idan ehtiyot qilib ko'rpalarni, issiqqina ko'rpalarni berishyapti. Kasal bo'lish mumkin emas kelin poshsha. Buyog'iga belda issiq tutib, xizmatlarni chiroyli qilib, xola poshshalarni, amma poshshalarni xizmatlariga shay turamiz.
Salom, salom, yana salom. Xudoxonalarga, xola poshalarga, amma poshalarga, hoji onalarimizga salomlar. Endi jiyanlar bor ekan-a? Qattasizlar jiyanlar. O'zim o'rgilingizlarda qani bir stroysa bo'lib kelganinglarchi jiyanlar. Voy, to'yi daragini eshitib hammadan ham ko'ra xursand bo'lgan shu qizlar bo'lishadi. Qista bodom ko'p chaqqan, bu jonisiga gap chaqqan. Qista bodom ko'p chaqqan, dada jonisiga gap chaqqan. Bu yoqda gap chaqmaymiz qizlar. Salom, salom, kelin yoqtirami? Yoqtirar. Ilohim sizlarga yoshlarga kelin bo'lish nasib qilsin. O'zim salominglarni o'tkazing. Salom, salom, yana salom, jiyanlarga ko'p salom. Salom, salom, yana salom termilganlarga, ko'zi qarolarga, havas qilganlarga chiroyli salomlar. Hech kim qolib ketmadimi? Hech kim qolib ketmadi. Endi bitta общий salom qilamiz, ayollar. Qabul qilib olinglar. Xudo tomonidan kelganlar, mezbonlar, yilib yugurib xizmat qilganlar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Eshitib oling, mehmonjonlar, mezbonjonlar, sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Endi bunday qilamiz. Kuyov bolamiz tashqaridalar, qaynotamiz tashqaridalar. Lekin shu insonlar bo'lmasa, hammamiz tomi qiyshib uyimizda zerikib o'tirgan bo'lardik. To'yimizning sponsori, farzandlarni ishongan bog'i, suyangan tog'i, kelin poshshamizning bundan buyog'iga sevimli adajonlari. Qaynotamizga bitta chiroyli salomlar qilmasak uyat bo'ladi. Kelin poshsha, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Oho, oho, yo'talgan, abdastalar ko'targan, ada desa adaday, salomatlari sadaday. Qabul qiling, albatta sovg'alar uyda, lekin sponsor shotdalar, chunki uyga seyfi kelayimizda. Muborak bo'lsin, topgan-topganinglarga Alloh baraka bersin. Ada desa adaday, salomatlari sadaday. Qabul qiling, qaynotasi sizga salom yor yor, yana salom yor yor dedi. Azamjon hozir eshitib turibdilar, xafa bo'lib qolmasinlar. Qabul qiling, kuyov bola, sizga navbatdagi salomlarimiz. Kelin poshsha, bu seriozli salom bo'ladi, jiddiy salom bo'ladi. Xato qilishga haqqingiz yo'q. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Kasb ishimlar yarashgan, to'yda qizlar hozir ham talashgan, kiyimlari yarashgan, ko'chada qizlar qarashgan. Shuncha qizlarning orasidan tanlab chertib yaxshi ko'rib Diyora xonni tanlagan. Kuyov bolaga ko'p salom. Shu joyiga qiy-chuv bo'lish kerak, qarsak bo'lish kerak. Chinamiz qarsaklarni. Salom, salom, yana salom. Kuyov bolaga ko'p salom. Salom, salom, yana salom. Sevgilingizga, mehriboningizga, vafoli jufti halolingizga salomlar muborak bo'lsin. Endi salom tamom bo'ldi. Hamma sovg'alar egasini topdi, xudo xola. Endi mana shuni ochamiz. Chaqqon qizlar bormi? Ochib beringlar. Oching opajonisi. O'zingiz buyog'iga bosh bo'lasiz. Chunki kelin poshamiz qaranglar, juda ham did bilan, orzu havas bilan har bir tikilib turgan qizaloqlarimizga, to'y qilish arafasida turgan opalarimizga sovg'a salomlarni hozirlab kelibdilar. Talashib, tortishib olganni zavqi ham, gashti ham boshqacha. Olaveringlar. Kelin poshamizga esa ijozat beramiz. Taxtiravonga marhamat.